Assalomu alaykum qadrli podpischilar, birodarlar. Sog' salomatmisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun yangi ishimizni boshlab oldik. Mana xohlasa bir etajli uy tushadi mana shu yerga. Pilta quyiladi. Texnikamiz ishlayapti. Razmerlarni olganmiz. Hozir chorlatyapmiz. Hozir tekizlab, qum tashab, sheben tramborkalarni qilamiz. Shu ro'para videomiz ko'targanmiz. Endi shu yerga uy solinyapti. Havolar yaxshi, issiq kunlar esayapti. Asta-sekin video qilishni boshlayapmiz. Ovozlarimizda kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa uzr so'rab qo'yamiz. Sekin-sekin xatolarni bartaraf qilishga harakat qilamiz. Shu ishlarni sizlar bilan baham ko'rishga qaror qilganim uchun video olyapman. Tekisli setka to'qiladi. 30 cm pilta quyiladi, ponni bo'lib. Joylarda videolar qilib olib boraman. Jentromiz. Uzog'imizni yaqin qilib turibdi. Kavlashda davom etamiz.